Ismim Hidoyatxon. Yoshim 18 da. Tracking MBA kurslarini sotib olib 2 oyda tugatdim. O'zi bizni qayerda ko'rib keldingiz? Instagramlarda reklamalarni ko'rib kelgandim shunda. Ingliz tili darajasi qanaqa bo'ldi? Sabar. Qanaqa, offlayn o'qidingizmi, onlaynmi? Onlayn. Ishga joylash masalasi nima bo'ldi sizda? Ishga joylashim juda oson bo'ldi. Kursda o'qib turgan paytimda o'sha Career Center men bilan aloqaga chiqdi. Keyin intervyudaga ham yordam berib, hozirda intervyudan o'tib, hozir treyning jarayonidaman. Kurslarni tavsiya qila olasizmi? Albatta. Kurslar juda yaxshi o'tiladi. Keyin ustozlar ham hamma bilan individual ishlab, birga muammolarini, har bitta savollarini o'quvchilarini birma-bir eshitib ko'rib, keyin hammaga alohida e'tibor beriladi. Hozirgi paytdagi yoshlarga nima maslahat bera olasiz logistika sohasida ishlashi yoki karyera qurish uchun? Vaqtni ko'p telefonga yo bo'lmasam boshqa narsalarga sarflamasdan tezroq karyera qurishga yo bo'lmasam pul topishga tezroq harakatlarni qilsa bo'ladi. Chunki eng yaxshi o'sadigan soha hozirda logistika bo'ladi, eng up to date va modern soha.